Xullas, 66 tezlikka kelayotgan jarimalar juda jonga tegdi. Hozir ham bitta jarima keldi, u ham 66 ga kelgan. Eng qizig'i men u radarni yoddan bilaman. 66 tugul u radarning tagidan 56 ham o'tmayman, 49 o'taman. Yana bir odamni asabini buzadigan narsa, inspektor janoblari bilan bir gaplashib qo'yaylik deb telefon qilamiz. Ushbu qarorga e'tirozingiz bo'lsa degandagi 3 ta raqam qo'yib qo'yadi-yu, hech qachon u raqam ishlamagan. Kunduzi qilsangiz ham band, kechasi qilsangiz ham band, tushdan keyin 3 ta qilsangiz ham band. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, men oldingi kontentlarimda ham qo'yganman, isboti bilan qo'yganman. 60 o'tgan joyda 66 bilan qaror kelyapti do'stlarimizga. Isboti bilan turibdi, o'sha mashinani maxsus nimasida yozilgan, 60 o'tilgan, 59 o'tilgan, 66 bilan tekshirish kerak radarlar. Qaytadan tekshirish kerak. Bu xalqning sho'rini quritib yuboradi. Eng yomoni ball yozilyapti. 8 marta jarimaga tushsangiz 4 ball, yana 8 marta tushsangiz 8 ball bo'ldi. Necha yuzdan ortiq odam haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lyapti. Bu nima maynavozchilikmi? Bu nima? Men misol uchun 66 dan o'tganimga ishonmayman shu joyda. Nima maynavozchilik bu?